Bu yilgi qurilish mavsumini juda yaxshi yakunladik. Gazoblok yetkazib berishda barcha buyurtmalarni o'z vaqtida bajardik. Ko'plab xonadonlar bizning gazobloklar yordamida qurib bitkazildi. Mahsulotimiz sifati yanada oshirilgani mijozlar ishonchini mustahkamladi. Jamoamiz bu mavsum davomida tinimsiz mehnat qildi. Har bir gazoblok qat'iy sifat nazoratidan o'tkazildi. Narx va sifat o'rtasida eng yaxshi muvozanatni ta'minlashga erishdik. Ko'plab yangi mijozlar bizni tanlashdi. Bu yil ishlab chiqarish quvvatimiz 2 karra oshdi. Uy qurganlar bizning mahsulotdan to'liq mamnun bo'lishdi deb bemalol ayta olamiz. Qish mavsumida gazoblok issiqlikni yaxshi ushlab turadi. Shu sababli bizning mahsulotga bo'lgan talab yanada ortdi. Ayni kunlarda kelasi mavsum uchun jiddiy tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yangi texnologiyalarni joriy etish ishlarini boshlab yubordik. Yangi liniyalar qo'shilayotgani ishlab chiqarishni tezlashtiradi. Kelgusi yil mijozlarimizga yanada ko'p qulaylik yaratamiz. Logistika tizimini yaxshilab, yetkazib berishni tezlashtiramiz. Bizning asosiy maqsadimiz mustahkam va sifatli mahsulot yetkazish. Har bir oila o'z uyini ishonch bilan qura olishi uchun mehnat qilamiz. Yangi mavsumda ham sizlarga eng mustahkam gazobloklarni yetkazishda davom etamiz. Tez daromad yo'q. Ko'pchilik shunga harakat qilib yuribdi-da, tez daromad qilishga. Daromad uzoqroqda turadi. Daromad tajribani orqasida turadi. Daromad mehnatning orqasida turadi. Faqat pul topaman degan odam pul topa olmaydi. Pul topishni nima bilandir bog'lash kerak. Siz restoran tashkil qiling, restoranni oching, nech pul topadiganingizga ishingiz bo'lmasa, yaxshi ovqat pishiring. Sok zavod oching, nech pul topishini o'ylamang, yaxshi sok chiqaring. Ana undan keyin pul o'zi orqadan kelishni boshlaydi. Pul siz bilan yonma-yon yuradi. Siz nimagadir mutaxassis bo'lish masalasini ko'rish kerak.